Hurmatli investorlar, sizlar uchun kottejniy garadok quraman desanglar, zo'r joyimizga chiqyapti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, lokatsiyani ham aytaman, narxini ham aytaman. Xo'p, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda katta dalamiz bor, tabiati vobshe zo'r, kanalizatsiya, svet, suv, gazdan muammo yo'q, yangi mahalla bo'lyapti. Bu yoqlarda mana kilesdan kelishingizdek yangi novostroykalar qurilgan. Xo'p, mana mashq xonadonimiz chiqyapti. 42 sotuv bo'lyapti. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. To'g'ri burchak. Bu yoqlarga stenkalar qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, bemalol. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Kelesi mostidan 600 metr yurasizlar. Orientir zamona to'yxona, New Arbat bo'lyapti. Yana BYD avtosalon yonidan kirsanglar ham bo'ladi. Bir sotuvsini $29,000 dan deyishyapti. Startli yana kelishadigan joy bor. Kim kottejni garadok quraman deyotgan bo'lsa, investitsiya qilaman deyotgan bo'lsa, zo'r joy, lokatsiya ham vobshe zo'r. Xo'p, egalar nomerini chiqarib qo'yamiz. Kim mana shunaqa investitsiya qilaman degan bo'lsa, bemalol jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Hammaga omad.